yana tunnel kirib ketyapmiz. Tunnel mayligina. Zindonxona desa ham bo'lar ekan, buni tunnel emas, zindonxona. Chiroq yo'q, hech nima yo'q. O'tdi yo'nalish keturasizlar mashina orqasidan. Mana. Biz konkretniy tunnelga keling. Mana 5 kilometrlik tunnel. Tunnelni tutaman, ko'rmayapti hech narsa. Salomon chiqib oldi mana shu tunneldan. Ikkinchisidan to'g'on orasi jarli, pastli shundoq. Bir qadam pastga qarab ketasizlar. Toza havo lekin, mana qaranglar, tuman. Suvini qaranglar, haqiqiy qish. Akamizga ham kattakon rahmat. Ajnaqa chiroyli joylarda to'xtab ekskursiya qildiryaptilar. Mana. Hamma maza qop. Zo'rmi? O'chada o'chadi mana. Elektromobillarimizni ham nima qara po'choq qilib tashadi. Sizlarda nima deydi buni? Chukri derkan. Bu Tojikistondan. Bizda rabot. Bolalar qo'shilib o'zman maza qilman. Shunda tog'ni yon bag'ridan o'tib ketyapmiz. Tunnelda ham esdan ham chiqib ketdi nechtaligi bor. 10-sidan o'tib ketdi-yu, bilmayman nechta bo'ldi. Sizga keldi xudo xolasa mana. Tojikistonga oxirgi shekilli kirib keldi. Yetib keldi, esalomon. Hozir ko'mak. Kirdim. Yetib keldi. Tojikiston Dushanbeymi hozir? Dushanbeda kirdik endi. Dushanbega mana kirdi xudo xolasa.